uchun buni tergov qilmayapti-da? Nima uchun Nozimani aybini qidirishni boshladi bu odam? Mana nima uchun ayrim insonlar, juda ham ko'pchilik, aksariyat insonlar nima uchun mana sizga shubha ketdi. Men sizga mana shuni tushuntirib beraman. Mana xuddi shu shubha ketdi. Yana buni tashlarsiz, buni oldi olib yuribsiz. Aka, savolingizni qisqa qiling. Tushunmayapman, hozir kallangni aytib tashlaysiz aka. Yo'q, men sizga savol beryapman, men sizga tushuntirib beryapman. Savol bering aka menga. Sizni videolaringiz Nozima marhumaga qarshi dalil yig'gandek bo'lgan. Savolim: Nozimani nega Nozimani onasi jinoyat alomatlarini ko'rib bu ishni tegiga yetmoqchi bo'lyapti-yu, sizni nimaga jahlingiz chiqib ketyapti? Nima uchun g'azablashyapsiz? Siz to'g'ri yordam qildingiz, gapsiz bo'lish emas, lekin nimaga bechora ona uni Toshkentga borganda ko'ryapti, buni tan jarohatlarini, buni tegiga yetaman siz jon jahdingizdan qarshilik ko'rsatyapsiz. Lekin hozir emas, lekin nimaga shu asabiylashyapsiz?